Pulni o'tkazib yubordingmi? Assalomu alaykum. Bo'ldi, tepasida turib har bittasini tekshirib olgan. Chala ish qilmagin menga. Bo'shashim bilan boraman oldinga. Qarashu, xo'p. Ismingiz Feruza-da? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir bir minut. Labbe. Xo'p. Hozir Telegramdan tashlab yuboraman. Qarashu, xo'p. Ko'p vaqtingizni olmayman. Uyimdagilar uylanganing uchun, qo'yishmaganligi uchun rozi bo'lyapman. Ko'rinishingizdan yomon qizga o'xshamaysiz. Oyingizlarni maqtashdi. Sizdan ko'p narsa so'ramayman. Qisqa qilib aytganda, uyi tozaligiga qarab, ota-onamning xizmatini qilib, roziligini olib bersangiz bo'ldi menga. Hadeb telefon qilavermaysiz. Ishim juda ham ko'p. Kelyapsizmi, nima qilyapsiz, qattasiz degan savollar kerak emas. Uyda faqat zavtrak qilaman, kechki ovqatda og'aylarim bilan yoki ishxonada qilaman. Agar roziman desangiz, to'yga boshlavoramiz. Nima deysiz? $50,000. 2 yilga. Yiliga $25,000 dan tushadi. Tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Sizga rafiqa emas, sizga uyda yoki xizmatkor yoki robot kerak ekan. Ayollik qadrim bo'lmasa ham xizmatlarimni qadri bo'lsin. Ha, aytgancha, mabodo otangiz-chi nevara xohlab qolsa, har bitta bolaga $15,000 dan berasiz. Bo'ladimi? Nima? Nima? Birinchi uchrashuvda ham qiz bola bilan shunaqa gaplashadimi? Muomalangizni qarang. Ishingiz ko'p ekan. Lokatsiya tashab qo'ying-da, ishxonangizga o'zim borib, siz bilan dogovor tuzib kelardim. Pul deb insonni qadri, ko'ngli bilan o'ynashmang boy aka. To'y bo'lmaydi. Ha, aytgancha, oyizlargacha rosa ham rahmim keldi. Agar adezlar sizdagi inson bo'lsalar. Xayr.